Yangi O'zbekiston yo'l qurilishlari, o'sha yo'l qanaqa bo'ladi, yamab chiqadimi yamalani? Yo'q, azizlar, yamalmaydi. To'liq asfaltlashtiriladi. Tulakemefiy Oltinsoy qishlog'idan boshlab G'ijduvon shahrimizgacha to'liq asfaltlashtirib boriladi, azizlar. Bunaqa yamalmaydi. To'liq asfalt qiladi. Bu Yangi O'zbekiston G'ijduvon loyihasidan xonadon xarid qilgan mijozlarimiz uchun juda katta yangilik. Xudo xolasa, azizlarimiz, mana shu yo'lda qiynalmaysizlar va mana bunaqa yamalaga tushib, yamalada yurmaysizlar. Endi nasib bo'lsa bizda hali juda katta yangiliklarimiz bor. Bizlar xonadon xarid qilgan mijozlarimiz uchun va xonadon osanmikin deb o'ylab yurgan mijozlarimiz uchun. O'rganib qoling, harakat qiling. Bizning videolarimizni imkon qadar xonadon xarid qilaman, xonadon qayerdan olsam deb yurgan tanish-bilishlarga uzatib qo'ying. Hammaga omad, sog' bo'lib, salomat bo'lasizlar. Omad. O'zbekiston, G'ijduvon, arzon uylar, katta imkon. Yangi O'zbekiston, G'ijduvon, Besod Bahronov, rahmat sizga. Mijoz ko'ngli doim yoningizda. Damas ham, bir xonali ham bor, sovg'a bo'lar, baxtli. O'z mijozlarni o'ylaydigan va o'z mijozlari uchun harakat qiladigan, o'z mijozlari uchun aksiyalar va zo'r bonuslar qilib beradigan bu faqat Deb Holding kompaniyasi. Uylar seni kutar quvonch bilan. Yangi O'zbekiston, G'ijduvon, yangi O'zbekiston, G'ijduvon, arzon uylar. Dadasi shunaqa uylarda yashayapsan. BBS Holding, nurli kelajak sari.